Tak. Kimdir eshik taqilyapti. Qalaysizlar deydilar. Anavi Abduqodirni ko'rmadingmi? Yo'q, yangi kelgan qo'shnimi? Ha. Yo'q, men ko'rmadim. Boshqalardan so'rab ko'ringlar, merdanmi? Xo'p. Mayli, qani bizlar polizni ishlab olishimiz kerak hozir. Ketdi, ular ham so'rab ko'rish kerak. Abduqodir kim desanglar, meni qo'shnim bo'ladi, obunachilar. Bo'ldi, jitil ekib chiqmoqchimisan? Ha. Bo'ldi, hozir. Hozir mana savolaylik. Merdan boshqa uyni ko'rib ko'raylik Abduqodirni. Abduqodir. Hech kimni ko'rsan ham. Hozir Nimaga taqillatmasdan aytlasang? Mayli. Mer, mana Abduqodir qayerda? Men bilmayman, boya ikkita jitil ham Abduqodirni so'rab keldi. Mer bo'ladi, yo'q. Xo'p. Xayr, men ketdim uyga. Mayli, ketaver. Mer ham bilmaydi ekan, kim biladi ekan obunachilar. Ovqat yeylik. Obunachilar, hozir men uyimga kirib obunachimni ko'raychi. Obunachimni ko'rib bo'ldim. Qarasam, hammaga rahmat. 2 ga bo'libmiz. Endi 5 ga harakat. Obunachilar, hozir bizlar yana ko'rib elaylik. Obunachilar, hozir merdan so'rab ko'raylik, jitil topilibmikan. Boya salom berdim-ku. Jitil topildimi, mer? Yo'q. Obunachilar, mer, mayli, men ketdim. Xo'pmi? Mayli. Obunachilar, sizlar ham ko'rdinglarmi buni? Yo faqat ko'zimga ko'rindimi? Obunachilar, men faqat sizlar ko'rdinglarmi buni? Faqat men ko'rdimmi? Shu jitillar shu yoqda-da. Bir oy oldin ham Jamol degan jitil yo'qolgandi. Hozir Abduqodir. Bu jitil merga bog'liq emasmikan? Mayli, kechqurun bo'lsin, mer uxlaganda kirib ko'ramiz. Bunachilar, mana kun ham botdi, endi bizlar bolg'a olamiz. Endi to'xtanglar, har ehtimolga qarshi muntaham olaylik. Pistolet oldik. Sandiqni tagida ekan, shuning uchun bolt oldik. Endi sekin borib ovozni chiqarmasdan eshikni ochishimiz kerak. Ichida jitil bor ekan. Jitil nimaga kiribdi? Mayli, yuringlar. Jitil, men seni ko'zingga ko'rinyapman. Orqadan zombi keldi. Jitil, sizlarni ko'zlaringga ko'rinyapman men faqat. Mayli, hozir kelaman. U baklandi. Obunachilar. Bular kim? Abduqodir bilan Mark ham bor ekan. Jamol ham.
Mer bizlarga Jamolni Rossiyaga ketishgan degandi. Aldabdi-da mer. Qarashga ko'zim yo'q. Ichi hidlanib qolibdi. U jitillarni o'ldirib nima foyda ularga? Merga nima foyda? Manda pistolet bor ekan unda ham. Buni ko'rmabman. Obunachilar bir nima hozir bizlar merda chiqamiz, o'ldirib tashlaylik. Mer qo'lingni ko'tar. Nima qilyapsan og'a Bekmakram? Men hammasini bilaman, men hammasini ko'rdim. Sen Abduqodir bilan Mark Jamolni sen o'ldirsan, ha? Ha, ko'ribsan-ku. Ha, ko'rdim. Hozir seni o'ldiraman. Yo'q, o'ldirma. O'ldiraman. Ma. Sen ham ko'rdingmi? Ma. U nimaga Oqshitilni o'ldirding desanglar, u uni yordamchisi Oqshitil. Qani o'qlaymiz degan. Obunachilar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Obuna bosib 5 ga qo'llab-quvvatlab tursanglar, sizlarga ham shu modlarni o'rgatib tashlab beraman. Hammaga xayr, sizlar bilan men Obek Minecraft bo'ldi.